شايار تارىخىدىكى مەشھۇر zat ھاجىئەلەم ئاخۇنۇم ۋە ئىمىن مۇپتى. ھاجىئەلەم ئاخۇنۇمنىڭ ئەسلى ismi مۇھەممەد نىياز بولۇپ, 1886 yılı شايار ناھىيەسىنىڭ قايلۇر يېزىسى دۈشەنبە بازاردا ئوقۇمۇشلۇق ئاخۇن نىياز ئىششىق بېگى, ya'ni شايار ھېكىم بېگىنىڭ мәسلىھەتچىسى oilasida dunyoga kelgan. 1899 yılı diniy ma'lumoti komil, qarilikdan o'tgan kichik Muhammed Niyaz qiroatining yaqinliqligi bilan Dushanba bozor masjidiga imom bo'lgan. 1903 yılı jamoatning tashabbusi bilan Qashqar xonliq madrasasiga berib o'qigan. 1908 yılı Şayarga qaytib kelib, Soda va Qumluq masjid, ya'ni hozirgi Naylik Xalq bankisining o'rnida xatiblik bilan shug'ullangan. 1913 yılı haj safariga otlanib, 1916 yılı hoji bo'lib qaytib kelgan va Qumluq masjiddagi madrasada jadichilik iqimi bo'yicha dars o'tgan. Joylardagi masjidlarda o'z obro'yi va bilimiga tayinib, zamonaviy ilm-fanning zarurligini tashviq qilgan. 1919 yılı Yanzingshing Muhammed Niyaz hojimni xalqni qo'zg'alonga quturatdi deb tutmoqchi bo'lganda, uni sezib qilib, Xotan yo'li bilan Qashqar Oppoq Xo'jam mozoriga berib, soqol burtlarini tushirib, 6 oy yoshiringandan keyin Yusuf Qo'qan degan savdogar bilan tanishib qilib, O'rta Osiyoga qochib ketgan. Muhammed Niyaz Rossiyada turgan mezgilda chet ellar bilan yurtning qiyofat va taraqqiyot jihatlaridagi g'oyat zo'r farqini ko'rib, fanniy bilimlarni elishning, xalqni g'aflatdan qutqizishning zarurligini his qilib, 1927 yılı vataniga qaytib kelgan va qurolli kurash elib berishni tashabbus qilgan. Aytishlarga qaraganda bir qitim Şayarda yurt beyi hesaplangan İmin Akhunum Şayarning yurt jo'nlarini Qumluq mahallidagi beg'iga chaqirib, ya'ni hozirgi 3-boshlang'ich va xalq hukumatining o'rni o'ltirish qilganda, boshqalar Muhammed Niyaz hojimni sizlar molla bo'lgandan keyin imomlik qilib, qalam ishi bilan bo'lsa yaxshi edi, alamning ishi bosh ketadigan ish deganda, Muhammed Niyaz qalamning ishiga bir Qur'on yetadi. Men alamga atalgan hojim. Nima bo'lsam taqdirdan bo'lsin, meni mollam, akhunum, imom demay, ھاجىئەلەم dangla degan. Shuningdan boshlab asta-asta Muhammed Niyaz Hoji Akhunum degan nomning o'rniga ھاجىئەلەم degan ism umumlashgan ekan. 1931 yılı Qumildagi dehqonlar qo'zg'alonining xabari Şayarga yetib kelganda, ھاجىئەلەم Akhunum İmin Akhunumning tashkillashi va yordam qilishi bilan Əlabək qatarlıqlar bilan birlikdə tonuş bilishlardan 100dan ortiq otliq qo'shin tashkillab, Naylik hukumatni taslim qildirgan. To'qsu Kuchar naylarini azod qilib, Xo'ja Niyaz hojiga qo'shilgan. Xo'ja Niyaz hoji Kucharga kelganda, Şayardagi boylardan İmin Akhunum qatarliqlar qo'shinning qurol setib olishi uchun 1000 dona qo'y iyoni qilgan. Natijada 1933 yılı qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatida ھاجىئەلەم davlat kotibi va Şayarga hokim bo'lgan. İmin Akhunum Şayarga mufti bo'lgan. ھاجىئەلەم Akhunum va İmin mufti hokimiyatni qo'lga olgandan keyin qozixona va hukumatni aslidagi egarchi ko'chasidan, ya'ni hozirgi Rubul hojim binosining o'rni Qumluq mahallidagi İmin Akhunumning beg'iga yo'tkab, 3 qavatlik madras,
ya'ni ko'ni ziyolilardan Halim İmin, To'xti Hashimov, Ro'za İbrahim, Muhammad Vahob, Ablimit Shoyib, Abbas Mozak va hozirgi yezilik nazoratining naziri Aziz Qayumning otasi Qayum Hojim qatorliqlar shu madrasaning o'quvchilari. Bina qilishdan sirt Şayyar tavasida o'z xarajati bilan 34 maktab soldirib, o'quvchilarni tarbiyalagan. ھاجىئەلەم Үрümchiga yig'inga borganda bir turkum bolalarning Sovetga o'qishga chiqadiganligidan xabar tepib, ma'dikorlikqa ilib olgan İbrahim Samsaqni mening o'g'lim deb tanishtirib o'qishga avatgan. ھاجىئەلەم Xo'janiyoz hojining Jallot Shingsay bilan birlashishiga qarshi turib, Үрümchiga qayta borg'ili unamaganlikdan, katiblik vazifasidan ilib tashlanib, uzun qolmayla Xo'janiyoz hojilar qasdga uchraydi. ھاجىئەلەم qaytadan qo'lga qurol ilib, Shingsay va yordamga kelgan Sovet armiyasi bilan etishib, hatto keyingi Abduniyoz qo'mondonning qechib ketish taklifiga qo'shilmay, chet el degan men ko'rmagan yer emas, o'lsammi mushu yerda o'laman deb kurashni davomlashtirgan. Oxiri Tarim daryosining janubidagi cho'llikda miltiqlarda o'q tugab, muhasirga tushib qilib, shu chog'dagi Şayyar soqchixonasining boshlig'i Xelil Jisa, ya'ni Turpanliq tarafidan 1937-yili kuzda qo'lga ilingan va shu chog'da qo'lga ilingan İmın Mupti qatorliqlar bilan birga 1943-yilgacha turmada yetib, dahshatli yo'sinda o'ldirilgan. ھاجىئەلەم ئاخۇنۇم va İmın Muptining jasad to'g'risida ta bugungacha hech qanday ma'lumot yo'q. Şayyar tarixiy materiallardan elindi. Mənbə, Uyğurlar tor jurnalining 7-sonidan elindi.